3 oktyabr kechasi butun quyosh sistemasi nafaslarini o'z ichiga yutdilar. Sababi soat tungi 04:00 da o'sha mashhur yulduzlararo mehmon 3i Atlas Mars sayyorasi yonidan o'tdi. Bu mehmon o'z sayohati davomida birinchi marotaba qandaydir sayyoraga juda yaqin masofadan uchib o'tgan edi. Astronomlar oylar mobaynida bu hodisaga tayyorgarlik ko'rishgandi. Lekin hech kim, ECA ham, NASA ham, hatto eng tajribali kometa ovchilari ham yuz bergan hodisaga tayyor emas edi. 3i Atlas Marsdan atigi 29 million kilometr masofadan uchib o'tayotganda kutilmagan bir hodisa ro'y berdi. Mars orbitasidagi har bir kosmik apparat o'z nigohlarini mehmonga qaratdi. Marsning changli tekisliklarida Perseverance kabi roverlarga atmosfera o'zgarishlarini tinglash topshirig'i yuklandi. Ularning sensorlari eng kichik tebranishni ham qayd etishga asoslanadi. Odamzod shu vaqtgacha yulduzlararo sayohatchini real vaqt rejimida o'rganishga bunchalik yaqin bo'lmagan edi va bir muncha muddat hamma narsa odatdagidek ko'rindi. Xira zumrad nurlanish, yupqa chang buluti, quyosh tomonga cho'zilgan uzun dum. Hammasi odatdagidek. To bu hodisa yuz bermagunicha kometa nurlari yorqinlasha boshladi. Avval sekin, so'ng birdaniga, go'yo kimdir yashirin tugmachani bosgandek edi. Uning yorug'ligi shunchalik kuchaydiki, kuzatuv asboblarini kuzatish paytining o'zidayoq qayta sozlashga to'g'ri keldi. Uning muz qobiqdan gaz oqimlari tashqariga otilib chiqdi. Bu oddiy suv bug'i emas edi. Odatda bunday miqdorda deyarli uchramaydigan molekulalarga ega karbonat angidrid va sianogen oqimlari edi. Spektrograflarda ilgari faqat nazariy modellar orqali ko'rilgan chiziqlar paydo bo'ldi. Operatorlar uchun esa bu oddiy kometa uchib o'tishi emas, balki kimdir kelib o'zini tanishtirgandek ko'rindi. So'ngra qutb nurlari paydo bo'ldi. Marsda uning siyrak atmosferasi va parchalanib ketgan magnit maydonlari tufayli ular deyarli kuzatilmaydi. Ammo bir necha soatlar davomida sayyoraning qorong'u tomonidan uskunalar ultrabinafsha rangli chaqnashlarni qayd etdi. Qutb nurlari odatdagi har qanday quyosh nurlaridan ham yorqinroq ko'rindi. Bu nurlar sayyoraning u boshidan bu boshigacha kuzatildi. Go'yo 3i Atlas sayyoraning atmosferasiga tegib, uni tovushsiz tebratib ketgandek edi. Lekin haqiqiy shok bir necha daqiqadan keyin yuz berdi. Kometa yadrosidan bo'laklar ajrala boshladi. Mars orbitasida joylashgan HiRISE kamerasi o'sha bo'laklarning spiral shaklda aylanayotganini qayd etdi. Ammo ular oddiy kometadan ajralib chiqqan chiqindiga o'xshab emas. Ular aylanib qandaydir murakkab naqshlarni chizayotgandek ko'rinardi. Shu vaqtgacha kometa parchalari bunaqa ko'rinishda ajralib chiqishi hech qayerda kuzatilmagandi. Ba'zi olimlar buni spiral ajralish, boshqalar esa muvofiqlashtirilgan drift deb atadi. Ammo eng e'tiqodli olimlar buni past ovoz bilan go'yo boshqalar eshitib qolmasin degandek qilib, bu boshqariladigan proses dedilar. Shundan so'ng yana bir anomaliya qayd etildi. Mars atmosferasining yuqori qatlamlarida metanning keskin ko'payishi kuzatildi. O'nlab yillar davomida metan Marsdagi eng katta jumboq bo'lib kelgan. U ba'zan to'satdan paydo bo'ladi, keyin esa yo'qolib qolardi. Ammo bu safar metan signali shubhasiz edi. Keskin va kometaning o'chish lahzasi bilan aynan mos kelardi. 3i Atlas Marsga muzli bo'laklar yog'dirdimi? Yoki uning nurlari sayyora qobig'i ostida uxlab yotgan narsani uyg'otdimi? Hech kim bilmasdi. Ammo bu tasodif juda mukammal edi. So'ng signal boshlandi.
Bu signal zo'rg'a eshitilardi, shovqin bilan aralashib ketgan, lekin har 22 soniyada takrorlanardi. Avvaliga NASA muhandislari buni asboblarning shovqini deb o'ylashdi, ammo keyin Yevropa kosmik agentligining apparati bo'lgan Mars Express butunlay boshqa joydan xuddi shu ritmni qayd etdi. Ikki apparat, ikki sensor, bir xil impuls. Bu signal deyarli 1 soat davomida missiya jurnalida aks sado ko'rinishida uzluksiz takrorlanardi. Buni uzatilayotgan signal deb atash uchun juda zaiflik qilardi. Tasodif deb atash uchun esa ritm bilan takrorlanayotgandi. Rasmiy versiyada bunday deb yozildi: plazma bilan o'zaro ta'sir, ya'ni kometaning zaryadlangan dumi va Marsning magnit qobig'i orasidagi tabiiy rezonans. Bu orada Yerdagi havaskor astronomlar ham o'z kuzatuv natijalarini to'playotgandi. Kometaning nuri kuchaydi. U uzoq ekspozitsiyada olingan suratlarda yanada yorqinroq zumrad yashil rangda porlayotgandi. Odatda bu nurlar quyosh nurlari orqali uyg'ongan ikki atomli uglerod molekulalaridan kelib chiqadi. Kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, obyekt Marsning yonidan o'tganida nurlari 2 barobarga kuchaydi. Go'yo u Marsga yaqinlashganida sayyoradan nimanidir o'ziga singdirib olib, shu sababdan yanada issiqroq va yanada yorqinroq yonayotgandek edi. Taxminlar o'rmon yong'inidek atrofga tarqaldi. Ba'zilar kometa yulduzlararo organik moddalarni olib kelyapti va ular Marsga yaqinlashgani sababli atmosfera bilan aralashgan bo'lishi mumkin deyishyapti. Boshqalar esa spiral bo'laklar kometaning ichki magnit maydoniga ishora qilmoqda deb taxmin qilishdi. Holbuki bu kometalar uchun imkonsiz. Eng qo'rqinchli nazariyada esa ritmli impulslar va g'ayrioddiy naqshlar ko'rinishidagi uchayotgan bu bo'laklar tabiiy emas, muhandislik obyekti, ya'ni sun'iy qurilmaning izi bo'lishi mumkin. NASA va ESA bu hodisaga ilmiy izoh berishga urinishdi. Rasmiy bayonotlarda g'ayrioddiy kimyo, gaz chiqindilari va plazmaning o'zaro ta'sirlari haqida gap ketdi. Ammo yopiq eshiklar ortida olimlar boshqacharoq savolni muhokama qilishayotgandi. Bu haqiqatdan ham kometami yoki chang va muzdan iborat niqob ostidagi kosmik kemami? Marsdagi roverlar uchun bu uchrashuv sokin, ammo sezilarli bo'ldi. Perseverance kamerasi osmonda nozik yashil nurni qayd etdi. Radiatsiya sensorlari zaryadlangan zarrachalarni mikro yorilishini kuzatishdi. Hatto uzoq vaqt ishlamay qolgan InSight apparati ham noodatiy elektromagnit shovqinni yozib oldi. Bu kometaning uchib o'tishi tufayli edi. Go'yo Marsdagi har bir mashina bu mehmonning uchib o'tishini payqagandek edi. Endi butun dunyo oldimizda nimalar bo'lishini kutmoqda. 3i Atlas ichkariga qarab harakatni davom ettirmoqda. 29 oktyabrda Quyoshning eng yaqin nuqtasiga yetadi. Agar u Mars yaqinida shunchalik g'ayritabiiy narsalarga sabab bo'lgan bo'lsa, ichki tizimda nimalar bo'lishini tasavvur qiling. Quyoshning jaziramali issig'ida u parchalanadimi yoki butun holda qolib yanada yorqinroq yashil bayrog'ini hilpiratib dekabr oyida Yer orbitasi tomon uchadimi? Ikkala ehtimol ham hayratlanarli va dahshatli. Bir ssenariyda kometa shunchaki parchalanib, orqasida faqat iz va chang qoldiradi. Ikkinchisida esa yirik bo'laklar ichki Quyosh tizimida qolib, Mars orbitasini, keyinchalik esa yillar o'tib Yer orbitasini kesib o'tadi. Ammo eng xavotirli va qo'rqinchli nazariyada aytilishicha, kometa ataylab shunday harakatlanyapti. Impulslar, spiral bo'laklar, metan chiqindilari, bularning barchasi maqsadga ega belgilar bo'lishi mumkin. Agar bu rost bo'lsa, 3i Atlas oddiy jonsiz jism emas va 3-oktyabr kechasidagi Mars yonidagi uchish esa faqatgina repetitsiya xolos. Tasavvur qiling, siz o'sha paytda Mars yuzasidasiz.
Bunda osmon kometa nuri bilan yashil tusga kirgan. Paydo bo'lishi mumkin emas bo'lgan joylarda qutb yorug'liklari paydo bo'ldi. Yuqorida esa spiral shaklda aylanayotgan bo'laklar, go'yo ularni kimdir boshqarayotgandek. Siqilgan atmosfera esa ko'zga ko'rmas impulslar ostida titrayapti. Roverlar, orbital apparatlar va yerda kuzatuvchi insonlar uchun bu sirlarga to'la hodisaga bir lahzalik nazar tashlashga o'xshar edi, xuddi yurakning bitta urishiga o'xshab. Bugun Yerning barcha yirik observatoriyalari kometani kuzatmoqda. Radio teleskoplar noodatiy signallarni qidirmoqda. Hatto havaskor olimlar ham real vaqtda yorqinlik o'zgarishlarini qayd etish orqali ilmga o'z hissalarini qo'shmoqda. Ilmiy hamjamiyat Oumuamua sayyoramiz yonidan uchib o'tgan paytdan beri bunday darajada bosh biriktirmagan edilar. Ammo bu safar boshqacha. Birinchi yulduzlararo sayohatchi Oumuamua jimgina o'tib ketgan soya edi. Juda katta tezlik bilan uni o'rganishga ham ulgurishmadi. Ikkinchi obyekt bo'lgan Borisov esa hammaga tanish bo'lgan oddiy kometa kabi o'tib ketgandi. Ammo 3i Atlas ulardan biri emas. U umuman boshqacha. U umuman kutilmagan va kerak bo'lmagan paytda yorqinlashadi. U parchalanadi va spiral ko'rinishida aylanadi. U Marsga ritmik impulslarni yuboradi. U orqasida metan izini qoldiradi. U zulmat fonida yashil zumrad rangda yonadi va u endi shunchaki kosmik jism emas, balki hozir yozilayotgan yangi tarix. Insoniyat esa bu tarixning birinchi sahifasini endigina o'qishni boshladi. Yaqin haftalarda bu hikoyaning ma'nosi aniqlanadi. Agar 3i Atlas perigelidan omon o'tsa, tarixning keyingi bobi Yer orbitasiga xavfli darajada yaqin joydan ochilishi mumkin. Agar Quyosh issiqligi ostida yorilib ketsa, uning har bir bo'laklari o'zga sayyora kimyosini, sirlarini va javobi topilmagan savollarni o'zlari bilan olib ketadilar. Tarixchilar 2025-yil 3-oktyabrga qaytib qaraganlarida bu kunni shunchaki kometaning sayyora yaqinidan o'tgan kuni sifatida eslamaslari mumkin. Balki bu kechani insoniyat yulduzlararo mehmonlar har doim ham jim o'tib ketmaydilar. Ba'zida ular sayyoraga o'z ta'sirlarini tekkazib o'tadilar va javoblardan ko'proq savollar qoldirish haqida eslashlari mumkin. Ba'zida koinot eshigimizni sekingina "Eshityapsizmi?" deb ritm bilan taqillatadi. Agar 3i Atlas haqiqatdan ham ko'ringanidan kattaroq bo'lsa, 3-oktyabr tuni bu hodisalarning yakuni emas, bu boshlanishi. Yulduzlar oralig'ida qo'yilgan spektaklning birinchi akkordi. Endi faqatgina bitta savol qoldi. Biz bu spektaklning tomoshabinlarimizmi yoki shu spektaklning bir qismimizmi? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Biz esa yangi ma'lumotlarni yig'ishda davom etamiz.